Hammadan qo'shinni parxor, ordining unni ko'lgan, ajil par ekan deydi. Qo'shin parga pul nega padi balla? Qo'shin Xon jamiyatining Gokuning pulini o'g'irlab ketdimi? Ya, bu boshqa parxor amaldorlarning pulini yig'di. Yig'gan bilan nega ketdi? Ish nega ketdi? Shu uyga kirib saqlab qo'ydi. Yana Gokuga kirdi-ku bu pul. Jishovlar noit tadbirlik, oq ko'ngil, pak diyanatlik. Qo'shin noit parxor, kalva. Shundami? Hamisi nima uchun bu yerdagi Chellonxon yana shu qo'shinni e'tiborlab ishlatadi? Nima uchun bu yerdagi jishovlarni shu 4 xazina qomusini ratlash qo'yib qolgan nurg'un davlatning muhimishlarda yenilar qo'shinni asos qilib ishlatadi. Chellon ajiba shuncha bala dot kalvama sizlar biz ko'rib yetgan qo'shinning parxorlik, hamma jinoyat qildigan bu ishlarini biz qayada yendi jugrab yurgan qo'shin Chellon uqmay qalama buni. Unda Chellon uqsa, nima uchun yana qo'shinni e'tiborlab ishlatadi? Chellonning bovuskimi Kangshi, dadiskimi Yongjang. Kangshi davlatimiz tarixi bu yanqi eng ulug', eng parasatli, eng noch xaqonlarning birisi. Buningga hammamiz qoyil. Bu davlatni bir butunlikka ega qilgan nurg'un yer zaminlarni, masalan Tayvanni deymiz, u bu yerdagi nurg'un yerlarni qaytib kelgan, holdan yo'qotgan shundan buning qilgan tökpülari ajoyib ko'p. Biroq bu yerdagi Kangshi to'xtamay urush qilganlik uchun davlat moliyasini quruqdab qo'ygan. Jangirgan pul ketdi, urush qilish uchun pul ketdi, ochliq ketdi, lashkar ketdi, qurol-jarog ketdi shunami? Garchi yer zamini cho'ng egallagan bilan, endi davlat moliyasi quruqlanib, iqtisodiy krizis yuz berdi. Endi dal mushundaq vaqtning o'zida kim chiqdi? Kangshi tushib o'rniga Yongjang chiqdi. Endi bu yerdagi Yongjang Xaqan bir umr ajoyib tirishib, jabal ot eshakdek ishlagan Xaqan mavjud. Ya'ni shu davlatni boy qilma, davlat g'azinasini to'liqlayma, xalqning kunini yaxshilayma. Endi Kangshi dadam nurg'un yerlarni olgan bilan shu xalqni endi boshqarish, shu zaminni tutib turish uchun boylik kerak, foydali siyosat, yaxshi ishlar kerak. Shuning uchun bu intayin oldirash o'tgan. Bu qo'lasiz amaldorlardan o'ta oldirash ajoyib berib charchashlar o'tgan. Kangshi necha yil hukm surdi? 61 yil hukmronlik qilgan. Chellonchu 60 yil hukmronlik qilgan. Yongjang Xaqanchu oralla 10 yil hukmronlik qila olgan. Nimishqa? Baş charchab ketganlik uchun salomatlik bermay, baldı o'lib ketgan. Bu har kuni har qaysi oymoq viloyat noiyalardan kelgan ilqi maktub, hujjatlarni ko'rib, tasdiqlab shu ishlarni qilish bilan ajoyib oldirash o'tgan. Yarim kecha soat 3 kishi jabar qilib ishlayotgan to'q. Yana ertagan soat 6 bilan o'rdiga qubulga chiqayotgan to'q. Qaranglar. Bu Xaqan bo'lib bir odatdagi bir kichik noy amaldorchilikni bir rahat tushiramagan. Endi Chellon bu dadisining bundaq o'tganini ko'rib deydi. Oy, Xaqan o'z mashinadaq chapaliqma, mashinadaq tast o'tmami? Ya. Men Xaqan bo'lib bu endi odamdek oldirash o'tib bundaq qilib jenimni setpasam bu nima rahatli bu ishni bundaq qilishga bo'lmaydi. Chuqur men bunga o'xshamaydigan bir amal qilishim kerak, yo'l ko'rsatishim kerak. To'xta, ma qilishim degan soltak bo'lar ekan. Bu haqiqatan aqlliq nima bu? Qo'lsiz ishlaydigan nurg'un murakkab chigish masalalarini oddiy yo'llar bilan bir taraf qildik-a u. Parxorga bildik. Endi bu Ching sulolasida bundoq cho'ng hokimiyat parxor amaldorlar ozmi? Biroq bu qo'shin Chellonning yenda. Bu haqdagi parxor amaldorlar pulning hammasini yig'ib, o'zining uyiga tayyor qilib qo'yibdi. Yeni bir bu Chellonning qo'shinga yo'l qo'ydigan ishinigan yana bir eng cho'ng nima? Qo'shin Xaqaniga intoy sod. Qo'shin shuncha boyib ketgan bilan amaldor mansabdor bo'lib ketgani bilan Xaqanga yuzsizlik qilmaydi. Ya'ni Xaqanga yuz yurib o'z oldiga bag Xaqan bo'lgan bundaq ish yo'q. Xaqanga ishdek sodiq bu. Shuning uchun Chellon qo'rqmay ishlatadi. Shuning uchun Chellon o'ylaydi-ku, va bu qo'shinni pulni yig'ib tayyor qilgan, uning signayt astoydil bu birga qo'shtashi marvoyit, yana birga liq oltin, yana birga kumush, retri tartibi san spir bilan ina qaqirib qo'ydik. Atib tursin Goku tursin turdi bu pul qo'shin tursin bo'pti. Chellonning nazarida ba'zi nurg'un ishlarni faqat qo'shinlar yaxshi yo'lda hal qila oladi. Jishovlar emas. Lekin jishovlarning o'zlikchilik aql parasti yo'li bor. Endi jishovlar qo'shinni tizginlay oladi, qo'shin jishovlarni tizginlay oladi. Tangpungni qiladi. Chellon qanday qiladi? Bu ishkisini ish hisob qo'yib, o'ttirsda o'zaro turmushini kechirgan gap. Endi Chellonmi bir Xaqan bo'lgan bilan bir odam, bir er kishi qaranglar. Bumi zirkidu, bumi erib, charchaydi. Buning bir yangicha bir xo'shalliklar kerak. Voy Xaqanning degan o'rdi kenizaklarga alomatchi, buning butun noisdan chiqdi, ko'ngilni oldi. Endi bu ras
Lekin bu kun o'xshash odamni ko'rayliversa, bular Chellongning oldida egilib xo'sh begim deb nimcha deb tursa, bu asta-asta zerikib qoldi. Buning sirtqi chiqqisi, boshqa yangicha narsalardan huzurlanib, yangicha narsalarni ko'rgisi keldi. Unda esa Chellong men qaqan deb o'zi chiqqas qanday bo'ladi? Shu Jisha bilan boshliq nurg'unlar buni ayiblaydi, shunami? Vaysil degan qaqan, o anda qisli bo'lmaydi, manda qisli bo'lmaydi deb u ishlarni hargiz to'g'ri tushunmaydi. Qo'shimcha dal aksicha Xışın manda qaraplar, xışını bugün sel taam yo'qdib talaning ovoz qandaqdi ha? Vay Astanning bazılarım qizimdigan da naga qandaqaraq bir ishlabadi deb bo'g'cha voy mansli begim deb ishtigani tepsili urlaytib kesday gulgulib keltiribdi. Endi mandaq chiqqan vaqtida ayiblaydiganlar kimni ayiblaydi? Hergiz Chellongni ayiblaydi, xışını ayiblaydi. Xışın haqanni oldirib A yo'lga boshlabdi, ma yo'lga boshlabdi deb. Shunami? Buna xışın qatildi. Chellong rahatını süreliyordu. Endi bugungi zamonimizda har qanday bir shirkatda shunday qaraq bir xunruz qildigan, xoshamat ko'ylak bilan jon baqirgan, shunday qaraq bir odam bo'lish kerak. Shunday odam bo'lsa, qolgan ish xizmatchilarning hammasi shuni tillaydi. Shuning bilan baslashadi. Navada hamma ish xizmatchi nihoyat aktiv jishavlandek astoydil paxtiyan yaxshi bo'lib kelsa kimni ayiblaydi? Chuqum qaqanni. Chuqum shu shirkatning boshlig'ini ayiblaydi, shunami? Xizmatchi biz shunday yapsak, ma'g'uy anda qiladi. Ma bizning boshqa qayerda o'ynaydi, ishni yaxshi qilmaydi, bizga qaramaydi, alay-balaydi. Bo'lsa, malaning manduqti nazari manda qilishindek odamga jig'ildi degan gap. Masalan, 3 parchalik haqida qilsadimiz, Sumayi sovsovga ergashgandan keyin bu yerda uni amal ulamlar nimish burun kelmagansan degandan keyin Sumayi yuzning bu ishlarni deb bergandan keyin sovsovnim dedi, haqiqatan akavr nim ekansa, o'zingning bu aql paras tadbiring bor. Lekin bakakavr nim ekansan degandan keyin Sumayi nim dedi. To'g'ri, men haqiqatan sen lakavr. Lekin Savbash vazir o'zlarining atrofida hakavr, xoshamatchi, farxor bu amaldorlar bundaq sarkardalar, donishmandlar oz emas. Siz bularning hammasini bilib turlar, biroq bularning ortiqchiligidan nayt usul bilan foydalanyaptilar. Bu sil qo'l qo'ydirayrim desa savsavim kulib ketdi, shunami? Demak, bu yerdagi xaqonlar, hukmronlarning nazarida o eski yaxshi amaldorlar yo'q qo'llasini ishlaydigan. Faqat qog'i keldigan, qog'i kelmaydigan. Qimmati bor, qimmati yo'qlarlar bor. Har qanday birisining ma'lum bir ortiqchilik bo'lganken, kamchilik bo'lganligini bular tushunadi. Endi Chellongdan keyin Jajin Haqqan chiqdi buning o'g'li. Shundan endi bu chiqiblar Chellongni zindonga tashlab, uni butun ma'lumotni musodir qilib, ordiniki g'azinasiga akrab, ordini boyqavatdi. Undan bu Jajin Haqqan qilganishma? Ya, amaliyotda hammasini Chellong bir-birlab oldin urlashtirib qo'ygan. O'ylab baqqanlar navoda Chellong Xışınga rastıl aşındaq amraq bo'lsa, nima uchun shunchalik to'p ko'rsatgan? Bosh vazir bo'lgan bu Xışınga ish bo'lmasa o'lib ketishdan burun yoki taxtdan tushishdan burun, eriq oltin tamtakdan birini so'qilmaydi, kalsini olmaydigan. Navbat shuni Chellong so'qigan bo'lsa, Jajin Haqqan chiqqan vaqt buni o'ldira olamdi. Yo'q, amaliyotda Chellong hammasi to'g'rilab tayyor, akilib cho'shqining putqulni bog'lab, buzlaydigan tayyorlik qilib qo'ygan. Jajin qo'l soldi, ma'yish tugidi. Şununla bu günahı Chellong atılmaydı. Jajin Haqqan çıkıplar özünün sur eybisi aql parasını namoyon qiladi. Bunun bir ajoyib katta tökbe asas yaratib bergan yani. Unda esa sizlar Xışınga qanday qaraysizlar? Xışın haqiqatan döt, kalvamı, ishini qamlashtirolmaydigan, ashunda xoshamat ko'ylak qilib jon baqirgan odammi yoki Pyongyangda ko'z qarashini qoldiringlar, tang o'rtoqlashimiz.